Xayrli tong. Ertalabgacha qidirib chiqdim. Ariqda yotibsiz, katta odam. Uyalmaysizmi? Qizimizga sovchilar kelyapti. Meni o'ylamasangiz ham qizimizni baxtini o'ylang. Bo'ldi, qizimiz uchun ichmayman boshqa. Kiyim ber endi. Yaxshimisan? Ye, jo'ra. Ich. Yo'q, ichmayman. Uka menga bitta choy berib. Ha, choynak olib kelyapsizmi? Yo'q, oddiy qora choy ber. Bo'ldi. Tez yordam chaqirib boringlar. Nima ichmayapsan shunda? Qizimni bo'yi yetib qoldi. Uyga sovchilar kelyapti ekan. Bo'ldi, ichishni tashadim. Yo'q, Sovchi kelmadimi? Yo'q. Alkash, alkash. İçmeganmidingiz? Keldimi sovchi? Yo'q. Ko'tarsa o'ladimi bu degan? Dadasi? O dadasi. Men sizni bilaman, qanday chaqirishdi? Spertada chiqdimi? Sovchi keldimi? Yo'q. Kelsa aytaman. Aniq shu uymikan? Bilmasam, ana amakidan so'rab ko'raylikchi. Voy amaki, Shodiyor aka uyshumi sovchilikka kelgandik. Sovchi. Ha, shu. Rahmat. Nima? Kirsanglar ham qizni dadasini so'ramanglar. Sizlar ham ichgan kuni kelibsizlarda. Qanday chiqamaylar? Qarang, chiroylimi? Nima bu? Mashinaga nomer. Sani mashinang yo'q-ku. Nima farqi bor? Mashina yo'qlar ham nomer tanlayapti-ku. Aka, sheribon berib oling. Nima menga xo'mrayib jahl bilan siz o'tgan yil 3/7 ni mashinangizga 150 millionga sotib olgansiz. Hozir 13 million bo'lgan. Shunga asabiylar jahl qilib o'tiribsiz. To'g'rimi? Topdimmi? Aka, uzr aka. Rostdan shu nomer mengami jo'ra? Senga bilsang bilarsan. Nimaga buncha arzon berib yuboryapsan? Yaqinda xavfli nomerlar chiqadi. O'shanga bular tez sotib yuboryapman arzonga. Xavfli nomer chiqsa ismingni ham yozib beraman. Isming nima edi? Malikali Rahmon. Shu nomer ham chiroyli lekin. Ismingda alfabet bor ekanda seni. Nomerlar ochilganiga o'zlaringcha havas qilib YPX qilyapsizlarmi? Menchi hozir bitta jo'ramga aldab nomer sotdim, bu soxta. Sizlar haqiqiymisizlar? To'rpadan kelana, hali yotsanmi? Sahab bo'ldi. 25 ga kirding. Uyda yotasan, ko'chaga chiqasan. Qachon ish topasan, Hech narsa. Alhamdulillah. Qachon ish topasan sen, ha? Uyda yotasan, tekinxo'r. Agar ish topmasang, mana bu uylarda Nima qildimmi? Abu, qalaysan? Yaxshimisan? Bo'lam kelgan. Qanash, bu o'rtog'im, bu bo'lam. Buning uchun zo'r qobiliyati bor. Yo'q-a? Do'stim, bitta ko'rsat. Bitta. Turqingni ko'rsamasan buzilyapti, ish topasanmi? Yo'q, ish qilmayman, bo'lishi mumkin emas. Yana bitta ko'ray, patur bo'lsin. Farqi yo'q. Senga gapiryapman, qachon ish topasan? Yo'q, qanaqasiga shuncha qobiliyat? Qayerdan oldingiz buncha qobiliyatni? Tug'ma qobiliyat. Megar o'g'ling nima ish qilardi seni? Meni o'g'lim bankda ishlayapti, o'zingnikichi. Meniki migrant, Germaniyadan pullar jo'natdi. Yaxshi. Ey, Shodi seni o'g'ling nima ish qilardi? Sen gapiryapsan, Meni o'g'li direktor, toza havoga. Meni sharmanda qilding o'rtoqlamot. Qachon ishlaysan? Borga jonimga tegib ketdingiz, har doim uraverasiz, so'kaverasiz, ishladim. O'zingiz nima qilgansiz? Hamma narsani onam qilgan shu paytgacha. O'zingiz nima qildingiz? Men uyda xotin olgan, mashinani ham xotin olgan. Seni laylak tashab ketganmi? Esta veta, perdón,
O'g'lim Rossiyaga borib soqqani qip yig'inib kelsang, men senga onasi o'tmagan qizni olib beraman. Onasi o'pmagan nima qilaman? Bilmasam men nima qilasan? Bo'pti, uylantirsangiz bo'ldi, dada, men ketdim. Pul topib nima bo'lsa ham. Soqqa der ekan, soqqadir. Привет, Mamul, men keldim. Qachon to'y endi bu yog'i? Qanaqa to'y? Sen to'y uchun yuborgan pullarni ana mahallamiz opin budjetda yutkazib qo'ydi. O'shanga asfalt qildirib yubordik. Yo, noto'g'ri tushunma. Otang ham shu istedi. Sen asfalt qilib berganing uchun rais senga qizini berar ekan. Uni bolasi bor-ku. Nima qilibdi? Nima qilibdi? Bolasi bo'lsa, zo'r qilib 1 yil ishlab kelsang, men seni rais qizga uylantiraman, raisning qizi. Mayli, men ketdim, ishlab kelib uylantirsangiz bo'ldi, dada. Bo'pti. O'g'lim ruscha o'rganib, meni Mamul deyapti. Yo. Kim sen rais qizga uylanyapti? 30 ga kirib chiqib ketuvdim ha. Ha, nima bo'ldi, dada? Ana rais qizi eri bilan yarashmayapti. Endi kimga uylanaman? Yo, otang shu istedi, otang. Sen yuborgan pullar yig'dimda hokimga haq berib yaxshi bo'ldim. Hokim senga qizini berar ekan. Hokim qayerda? Rais qayerda? Hokim qayerda? Rais qayerda? Hokim qayerda? Rais qayerda? O'g'lim qayerda? Yaxshi vaqtga. Instagramdan nikim o'zgartiraman. Mashinnik ota deb. Ya. O'g'lim chiqdi. O'g'lim, hokimda qizi admin, orqaga qayt. Bo'ldi, o'g'lim kelsa bir umrlik orzuni amalga oshiraman. Uylantiraman. Assalomu alaykum. O'g'lim, salom alaykum. Salom alaykum, yaxshimisiz? O'g'lim, to'g'risini aytaymi, bo'ldi, uylantiraman. Hech qayerga bormaysan. Nima deysan shunga? Ularga pul berish kerakmi? Nima ketmayapti bular? Yo'q, endi uylantirishingiz shart emas. Tanishing, keliniz, nabirangiz. Ha, kelin emas. Shunda Rossiyaga bormaysanmi? Boraman, pul topishim kerak-ku. Ana pulni kim yig'adi? Siz? Unda kelin, добрый пожалуйста.